Pablo Maffeo endi Vinicius bilan faqatgina PlayStation'larda o'ynay oladi. Va nihoyat do'stlar, Real Madrid uchun ham, Barcelona uchun ham mavsum yakunlandi. Real Madrid safida Alvaro Arbeloa ham, Carvajal ham va David Alaba ham xush kayfiyatda jamoadagi faoliyatlarini yakunlashdi. Kylian Mbappe esa 25 ta gol bilan La Liga to'purarligini saqlab qoldi. Agar ertaga Atletico Madridning o'yinida Sörlot 12 ta gol urib yubormaydigan bo'lsa, Mbappeda bu sovrin qoladi. Barcelona esa chempionlikni rasmiylashtirib bo'lgandan keyin La Ligaga unchalik ham e'tibor qaratmadi va mavsum davomida maydonga juda ham kam tushgan futbolchilarni maydonga qo'yib yubordi va oxirgi o'yinlarda mag'lubiyatlarga uchrayapti do'stlar. Barcelonaga endi to'g'risi umuman qiziq emas, ayniqsa Wojciech Szczesnyga. La Ligani rasman tark etgan jamoalar esa Girona, Mallorca hamda Real Oviedo bo'ldi do'stlar. Vinicius Juniorning har doim jig'iga tegib yuradigan Mallorca futbolchisi Pablo Maffeo endi Vinicius bilan faqatgina PlayStation'larda o'ynay oladi. Shunaqa gaplar do'stlar, La Ligani ham yakunlab oldik.